Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, Mega Avto 7070 kanali muxlislari, Andijondan gapiramiz. Qo'limizga Captiva 4 yaxshi holatda kelib qoldi. Ko'pchilik Captiva 4 yaxshisidan, kamroq yurganidan deb ko'pchilik so'rayotdi. Marhamat, so'raganlar talablariga binoan Captiva 4 S7 2017-18 kraskalari top-toza 80 ming yurgan Captiva 4 kelib qoldi. Marhamat, Captiva 4 so'rayotganlar. Xo'p, mashinamizning holati yaxshi, kraskalari top-toza. Hech qanaqa spinalariga ham e'tibor berasizlar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Mana shu o'zini monitorlari. Yuko. Bu mashinamiz Q4 motorda bo'ladi. Captiva 4lar. Mashinamizga qizig'i propan gaz ustanovka bo'lgan oxirgi avlodda. Mana 4 euro reduktor. Letsiz dinalari ham joyida. Xullas, mashinamiz sotuvda. Bu mashinamizni 17.900 dollarga berib yuboramiz. Xo'p, buni Devo mashinalarga barter. Hop, 8 ming, 10 ming pulli bolalarga bankam qilib bersak bo'lardi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dastavka qilib yetkazib bersak ham bo'lardi. Xullas, mashinamiz keldi. Yana uncha kamchiligi bo'lsa, qilib yana ham tayyor qilib qo'yamiz. Xo'p, ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Qolgan gaplarni telefon orqali, Telegram orqali, WhatsApp orqali gaplashaveramiz. Xo'p, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yana yangiliklarimiz bor. Hammaga omad. Rahmat, e'tibor uchun salomat bo'linglar.